mandan ko'knori urug'ini yog'i, ya'ni hashash yog'ini so'ragansizlar. Bular nimaga? Bu shamollashga juda ham yaxshi, ko'k yo'talga juda zo'r. Kimning oyog'ida varikoz bo'ladigan bo'lsa, yurak qon tomir kasalliklari uchun juda ham yaxshi. Ko'z atrofiga surtadigan bo'lsa, zreniyani yaxshilab beradi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kosmetik vosita sifatida haftada bir marta yuzingizni ishlatsanglar, yuzingizdagi dog'larni ketkazib, tiniqlashtirib beradi. Uyqusi yaxshi bo'lmagan, eng asosiysi migren, shamollashga prosta bomba mahsulot hisoblanadi. Sovuq achimda yuqori texnologiyada olingan hashash yog'i, menimcha hashash yog'i, zaytun va massajni krem har bitta uyda bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Chunki bosh og'riydi, o'sha immunitet tushadi, har xil kasalliklar, mana uyqusizlik boshqa bo'ladi. Mana shu tez tibbiy yordam sizlarning uyingizda bo'lishi